fotoreleni o'rnatishda nimaga e'tibor berish kerak? Hozir mana bu tomonda quyosh bo'lsam, bu tomon salqin tomon. Ya'ni quyoshdan himoyalasangiz, mana bu qopqog'ini quyoshda qurib, sinib ketishini oldini olasiz. Ulanish simlariga keladigan bo'lsak, bizda mana bu qo'ng'ir sim kirish fazasi ko'k umumiy 0. Mana biz hozir qizil tepadan tushyapti. Bu sim esa chiqish fazasi bo'ladi. Mana bu yerdagi o'zidagi. Bu yerda biz reklamli bannerga ketyapti. 10 amperlik avtomat, kontrolli счетчикlar va ko'chaga doimiy yonishga bannerga bu turadi. Hammasi 10 amperlik avtomatdan keyin. Kelgan simimiz 2 ga turmiz, chiqishlari hammasi 2 ga 2,5 mis chiqib ketadi.